Surxondaryo, Denovda shunaqa dam oladigan joy haqida bilarmidingiz? Bilmasangiz unda videoni oxirigacha ko'ring, shu videoga like bos, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men sizlarga qisqacha obzorga ketdim. Hamma chiqqanday biz ham shu Bobotoqqa chiqishni plan qilib yo'lga chiqdik, lekin biz Bobotoqqa bormadik. Bilsanglar, Bobotoqqa hamma chiqib yo'llar probka bo'lib ketdi. Biz boshqa yerga bordik. Qarasak, biz borgan joyda Navruz bayramini nishonlayotgan ekan. Hamma qishloqdagilar, shahardagilar hamma kelgan. Ishonsanglar, osmonda to'la barak, hamma uchirishyapti. Men ham qiziqib uchirishga qaror qildim. Shu orada adirda toshbaqalar ham yurgan ekan. Odamning gavjumligini ko'rib men hayron qoldim. Mashinalar qayerdan kelib, qayerdan ketishmayapti. Biz shu orada voleybol o'ynab, o'yin kulgu qilib, mazza qilib kayfiyatimizni ko'tardik. Odam nimaga ko'p ekan desam, bu yerda Navruz bayramini nishonlayotgan ekan, salgoh bo'lib yotgan ekan. Qarasam, odam juda ham rosa ko'p. Qarasak, hamma qizlar, bolalar o'yin kulgu qilib o'ynab yurishgan ekan va yana u yerda olish kurash musobaqasi ham bo'lyapti. Bu joy agar sizga qiziq bo'lsa, fikringizni kommentar